Og'ir o'yin o'tkazdik. O'yindagi hisob o'yinga yarasha bo'lmadi deb hisoblaymiz. O'shaning uchun bizga ozroqgina alam qildi. Baribir o'ylaymanki, sizlarga ham, butun O'zbekistonga ozroqgina alam qildi. Mag'lubiyat bilan bo'lsa-da boshladik. Endi bunaqa terma jamoalarga qarshi shunaqa o'ynash ham biz uchun avvalo baribir yutuq. Fabio Cannavaro aytdiki, o'sha ularda treneri bizni terma jamoani yaxshi taassurot qoldirdi deb aytganini aytdi va bu narsalar bizga yetmasligi, yanada ko'proq ishlashimiz kerakligini o'sha o'zimiz xatolarimiz ustida bugun ham miting qildi. O'sha o'zimiz xatolar ustida ko'proq ishlasak, yanada yaxshiroq holatga kelamiz. Aynan qanday xatolar sizga ko'proq? Endi o'sha har bir ular urgan gollarda o'zimiz xatolar yoki o'sha pozitsionli himoyada yoki ataka chiqishingizda ham o'sha maksimalni qilingan xatolarni, kamchiliklar ko'rib chiqildi. Undan tashqari bunaqa o'yindagilar o'sha har bir xatoni kechirmaydi, o'sha narsalar haqida. Portugaliyaga qarshi o'yin haqida qanaqa? Endi Portugaliyani hamma bilsa kerak, dunyoda o'sha jahon chempioni bo'laman deb kelgan komanda. Inshaalloh yaxshi tayyorgarlik ko'ramiz. Munosib o'ynashga harakat qilamiz, xudo xohlasa. Butun bir o'zbek xalqimizni ayollar ham, erkaklar ham 7 yoshdan 70 yoshgacha maktab, bog'chalarda ham hammasi qo'llab turganini, bizga video qilib tashlayotganlarini his qilib turibmiz. Endi bu jahon chempionati oson bo'lmaydi, lekin inshaalloh oz bo'lsa ham o'sha muxlislarni xursand qilishga harakat qilamiz. Bu jahon chempionati shunaqa ekanki, o'sha eng muhim jihati o'sha odamlarni birlashtirar ekan. Vatanga bo'lgan muhabbatini, o'sha insonlarga bo'lgan muhabbatini birlashtirar ekan. Biz ham faxrlanamanki, o'sha mana shu terma jamoada bo'lganimdan, mana shu terma jamoa mana shu bayroqning ostida o'ynayotganimdan, mana shu O'zbekistonda tug'ilganimizdan faxrlanamiz.